Sizni ham yuz turingiz yog'li, husnbuzarli, ta'sirchan, qizaruvchan, yallig'lanuvchan bo'lsa, komedonli bo'lsa, mana shu mini setimiz aynan siz uchun. Videomizni oxirigacha ko'ring. Bu qanday mahsulot? Mini naborimizda yuzingizni tashqi qismini yengil tozalab beruvchi, yog'lanishlarni kamaytiruvchi penkasi bo'ladi. Yuzingizni har kuni yuvasiz 2 mahal. Keyin yuzingizni yallig'lanishlarni kamaytiruvchi, teringizni pH balansini tiklovchi toneri bo'ladi va yuzingizdagi yallig'lanishlarni tinchlantirib beradigan tarkibida 5 xil turdagi sentellasi bor namlantiruvchi kremi bo'ladi. Va quyoshdan yaxshi himoya qiladigan teringizni tashqi qismini tiklab beruvchi SPF kremi bo'ladi. Ham teringizni tiklab beradi, namlantirib beradi, quyoshdan himoya qilib beradi. Bu mini set aytib o'tganimdek uguriyli, yallig'lanuvchan, qizaruvchan hamda komedonli yuzlarga tushadi. Buni 1 oy davomida ishlatasiz. Ishlatib ko'rganingizdan keyin yaxshi natija olasiz. Yuzingizda uguriylaringiz, yallig'lanishlaringiz kamayganga o'xshaydi. Undan keyingi navbatdagi buni tugatganingizdan keyin nimalar ishlatishingiz kerak? Yuz turingiz uchun siz albatta yuzingizga SPF krem ishlatasiz, makiyaj qilasiz, tonalka ishlatasiz. Bu yuzingizda ana shu yuzingizni poralariga kirib komedonlar hosil bo'ladi. Ana shu komedonlar hosil bo'lmasligi uchun, poralaringiz yog'lanib, kirlanib, kattayib ketmasligi uchun siz gidrofilni masla hamda penka ishlatishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni ertamadan ishlatmasangiz ham har kuni kechqurun makiyajingizni yuvganda mana shu gidrofilni masla bilan tozalab olasiz. Gidrofilni masla ya'ni bu yog' bo'ladi. Tozalovchi yog' yuzingizdagi qora tochkalaringizni chuqur tozalab beradi. Bu hamma yuz turlariga tushadi. Yuzingizni yengil tozalab beradi, quritmaydi, hech qanaqangi qizarishlar, ta'sirchanliklar bo'lmaydi. Birinchi gidrofilni maslasida yuzingizni quruq holatda namlantirib, yengil massaj qilib tashlab yuvib olasiz, keyin penkasida yuvasiz. Yuzingizni namlantirib beradi, qizarishlar bo'lsa, yallig'lanishlar bo'lsa, tinchlantirib berish vazifasini bajaradi. Buni ishlatib bo'lganingizdan keyin siz shu brendni mahsuloti Dr. G'ni mana bu brend mini naborni Dr. G kremi bor. Bu ham yuzingizdagi o'sha yallig'lanishlarni kamaytirib beradi, ham namlantirib beradi. Yengil krem oziqlantiradi teringizni, hech qanday yuzingizga og'irlik qilmaydi. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Buni ishlatsangiz SPF kremingiz ham, tonalkangiz ham yuzda qilich bo'lib yotadi. Ya'ni yuzni tagidan oldin yaxshi uxot qilsangiz, keyin ishlatgan SPF krem tonalkalaringiz ham yaxshi yotib beradi. Bu qanaqa SPF krem? Bu Dr. Circle'niki, yana mana bu naborimizniki, tozalovchi gidrofilni masla ikkalasi bitta brendniki. Bu choy daraxtniki. Choy daraxti ekstrakti bo'lganligi uchun tarkibida yuzingizdagi yallig'lanishlaringizni chiqishini oldini oladi. Ya'ni tinchlantirib beradi. Yallig'lanish, qizarishlar, ta'sirchanliklarni oldini oladi. Ya'ni kuperozli yuzlarga ham yaxshi tushadi. Nima uchun yuzimizda komedonlar hosil bo'ladi? Mana shu yuzlarimizni mana bu gidrofilni masla bilan tozalamaymiz, penkada yuvmaymiz. Shularni ishlatsak, albatta yuzimizda komedonlar, uguriylar hosil bo'lmaydi. Ya'ni yuzimiz tashqi muhitdan changlar, kirlar yuzimiz teshikchalariga to'lib qoladi tag'in. Keyin bizda shunaqangi muammolar kelib chiqadi. Hozir nima deydi? Bu SPF kremni mavzusi tugadi. Ya'ni yuzimizda quyoshdan himoya qilib beradi, yallig'lanishlarni tinchlantirib beradi. Ko'pchilik mana balog'at yoshida qizlarimizga, yigitlarimizga yuziga husnbuzarlar chiqsa, o'zi balog'at yoshida chiqadi, yo'g'ib ketadi demasdan mana bunaqangi mini naborlarni ishlatishni tavsiya qilaman. Agarda yuzdagi husnbuzarlarni qo'li bilan siqib yoki qanaqadir kir sovun, to'g'ri kelmaydigan muolajalarni qilib yuzlarini yomonroq qilib tashlash mumkin. Ko'karishlar, dog'lar hosil bo'lishi mumkin. Yuzda notekis, g'adir-budirlar bo'lishi mumkin. Shularni oldini olish uchun mana shunaqangi mini naborlar ishlatishsin.
Telegram gruppamizga qo'shilib, yuzlariga maslahatlar so'rasa, men tavsiya qilib beraman. Xo'p. Mavzumiz shu haqida edi. Telegram gruppamizga qo'shilib, o'zingizga maslahatlar olib, nimalar ishlatish kerakligini so'rasangiz bo'ladi.